Miftah, turslar, uyg'onsizlar. Nima ish bo'ldi Inbihor? Savdo karvonlari shaharga ipak durdullarni olib ketdi. Men ilgari undaq narsalarni ko'rib boqmagan edim. Ularni moshini bahona qilib qo'lga olamdim. Birdan bo'lsin ishlarni qo'yib, men bilan bozorga billa bosila, bo'lamdi. Siz nima demoqchi? Meni bozor aylantir demoqchimi? Esingizda bo'lsin, Pashshabek degan o'zining vazifasini unutib qolsa bo'lmaydi. Gapimni tushundingizmi, Inbihor? Yangi kiyim olay degandim. Qani elinga buningga lozimatli narsalarni setib ela. Tangilarni nima ish qilsalarning ichida saqlaydilar. O'g'irlar hech kimga rahim qilmaydi. Ular kundan kunga chechanlashib ketyapti. Mushu bir hafta ichida 4 qitim hamyenimni o'g'riga berib qo'ydi. Aralla, bir tangi kan-ku bu. Buningga bir parcha latimi kelmaydi Miftah. Barig'i shukr qiling Inbihor. Lozimatliklarni yana bir qitim olsaqmi bo'ladi. Karvonlar doim kelib turadigan tursa. O sana pulini qaytirib bermadimi? O menga qarzga yetgudak mol chorva berdi. Biroq chorvalar uzun o'tmayla hammasi o'lib qoldi. Chorvalarni topshirib olganda chorvalar kasalmikan? Gapingning rostligiga qasam qilg'in. Rostini aytsam, chorvalar u vaqtda kasal emas edi. Biroq uzoq o'tmay og'rib o'lib qoldi. Undaqda o sana zulm qilmabdi-ku. Biroq biz sheriklashib tijorat qilgan karvonlar shaharga yetib ketdi. Ular ko'p foyda olibdi-dak. Meningmi foydaga erishish haqqim bor-da. Sening hech qanday haqqing yo'q. Sen sherikchilikni oxirlashtirib, dasmoyangni qaytirib olgan tursan. Undaqda u foyda elib, men ziyon tassam bo'lamda? Bu degan rizq masalasi. O Allohning ilkidagi ish. Biz buningga oldirab hukm chiqaramaymiz. Bu to'limi qaltis hukm bo'ldi. Qazqalan hazratlari. Bu degan mening majburiyatim. Men maqtashlarga loyiq emas. Hukm oxirlashdi. Mushu narsalarning hammasini men uchun setib oldingizmi? Siz men uchun hammadan qimmatli qizim. Bu ko'p bo'lib ketibdi, ota. Undaqda uning bir qismini vadida yoki boshqa yo'qsul ayollarga sadiqa qiling. Yangi kiyimlarni sadiqa qilamdiq. Albatta shunda qizim. O'zimiz eng yaxshi ko'rgan narsalarni sadiqa qilmoqcha yaxshilikka erishamaymiz. Bu esil sovg'ini elib kelganlari bilan Büyü Maryamning qissasini so'zlab bermsizlar bo'lmaydi-jimi, ota? Albatta qizim. Büyü Maryamning Aysa alayhissalomni tuqqanligi va onasiga gap qilganligini, suv va xormini ko'rsatib qo'yganligini so'zlab o'tgan edilar, ota. Shunda qilib Hazrati Maryam bu o'qini ko'tirgunicha Allohning taqdiridan ko'ngli tingan holda ibodatxonaga qaytibdi. Qarg'ama Aruba, hil qizoyit Maryam-ku. Shundaq. Qo'lida nima ko'tarib olgandi? U bu vaqtdek turadi. Balkim Zakariyaning o'g'li Yahya bo'lishi kerak. Yo'q. Yahya cho'ng bo'lib mang'udek bo'lib qoldi. Men uni boya onasi bilan bozorda ko'rdim. Undaqda bu vaqt kim? Menmi bilmadim. Maryam kishilardan ayrilib yashaydigan tursa, bu vaqt nereden kelgandu? Bu ishlarga bekli ishinib ketmang. Kim bilsin tehi. Menimcha bu ishni pinhon tutib, hech kishiga bildirmayli Aruba. Tushundingizmi? Shunda qilayli. Bu qizning yuziga sat bo'lmasin yana. Bu ishni maxfiy tutayli. Undaqda balını tuqqanligingizni inkor qilib etibsiz-da. Nimishqa gap qilmaysiz? Men sizlarga bayam uning gap qilmaslikqa va'da qilganligini aytdim-ku.
Günahkar turib, gap qilmay turib olganini qarang. Eg'zingizni yuming. Maryam to'g'riliq, endi eg'iz ochmoq. Biz bu yerga ayollarning quruq gapini anglag'ili kamidiq. Maryam, sen haqiqatan ig'ir gunoh o'tkizding. Sana desam, ata-onang eski, buzuq odamlardan emas edi, bilapsan. Bo'lgan ishlarni bizga qanday tushundirsiz? Nima deganingiz bu? Bizni mazaq qilyapsiz? Bo'shitki bu vaqt bilan qandaymi so'zlash kelib bo'lsin? Aysa alayhissalom bo'shik tuturib mundaq debdi. Men Allohning bandasi, u menga kitob tushirdi. Menga payg'ambarlik ato qildi. Qayerga borsam, menga izzat ikrom ato qildi. Hayotli bo'ladigan men zakot berishga buyurdi. Bu vaqt gap qilyotdi-ku. O bizdami fasohatlik so'zlaydi ekan. Bu hurmatli payg'ambar onasiga qarab mundaq debdi. Allah meni onamga yaxshilik qilishga buyurdi. Meni bag'irtash shaqiqalardan qilmadi. Tug'ilgan kunimda, vafot bo'lganimda Alloh bandalarni tirildiradigan kunda menga uning salomi bo'lsin. Meningcha ish aydinlashdi. Bu yerda yana bu masalani tagib o'ltirishning zaruriyati qolmadi. Bu pok ayoldan ijozat so'rab qaytayli. Alloh shukr. Mushkulchilik yo'qoldi. Endi qanday qilsak bo'lar boshqa ayin? Men bilmadim. Ko'zimiz bilan ko'rib, qulig'imiz bilan anglagan bu ishni inkor qilsak bo'lmas. Buni inkor qilamiz desak, boshqalarning mazoq qilishiga uchraymiz. Qiyin bo'g'ini biz bu ishni e'tirof qilsak, uni payg'ambar deb qaragan bo'lamiz. Ko'rganlarimizning hammasi mo'jiz bo'ladi. Ha? Ondaqda biz bo'shikdagi bu vaqqa agishamdiq. U bo'shik turib so'zlagandek hamon bir kun cho'ng bo'ladi. Uningga Parvardigori tarafidan mo'jizlarmi beriladi. U vaqtda uningga iymon keltirishga majbur bo'lib qolamiz. Ondaqda kishilar bizni tashlab ketib qolsa, bizdan savdo va boshqa ishlarimiz kasatlashidi degan gap. Meningcha bu vaqtning ishini qat'iy maxfiy tutib, hech ish bo'lmaganda yuraverayli. Allah payg'ambarga hamon bir kuni nusrat ato qiladigan tursa, bunda qilganning nima foydasi bor? Bu jarayonda kishilarning bizga agashganligidan foydalanib, nurg'un mol dunyoga ega bo'lib olamiz. Bu qo'yma obdan fikr bo'ldi. Biz hech nimani ko'rmagandek, hech nimani bilmagandek yuraverayli. Siz mevsini yegan xo'rminman ko'rsang, Maryam. Men Aysani yolg'iz qoldirib qo'ymayman. Qo'rqmang, u uxlab qopti. Yahya uningga qarab o'tadi. Alloh Yahyaga rahmat qilsin. Biroq men uni birdam yolg'iz tashlab qo'ya olmayman. Alloh o'z qo'g'daydi qizim. Buni bilaman hamma. Biroq uningga yaxshi qarash zimmamdagi cho'ng mas'uliyat. Bu bir buvoq bo'lmasdan, balki kishilarni yomonlikdan xalos qiladigan payg'ambar. Men uni angldim, Maryam. Uni kutayotgan qiyinchilikning ig'irligini men obdan bilaman. Allohning payg'ambari Zakariya umr bo'yi kishilarni dinga da'vat qilgan bo'lsa-mu, ko'p qismlari uningga iymon etmay, texunga azor bermoqda. Men bu joyda turib qattiq qo'rqib ketyapman. Allohga ma'lumki, men faqat o'zimdan emas, balki mening bag'rimdan chiqqan payg'ambarlik omonatidan ansirayapman. Bir gap so'z angildingmi, Aruba? Nima bo'pti, Aydil? Podshoh Herdos yangi tug'ilgan buvoqlarning hammasini o'ltirishga farmon tushiribdi. Uning bundaq yovuzligidan buvoq bolalarimi amin qolmog'idakda. Meningcha o'yliq buvoqni izlaydigan o'xshaydi. Qaysi buvoq? Qandaq murrum qo'shiniga tahdid bo'lalisin? Navodi heliq buvoq kelgusida kishilarga yetakchi bo'ladigan payg'ambar bo'lsa-chu. Maryamning o'g'lini demakchimi? Biz uni beshigida gap qilibdi deb anglagan. Amsa uningdan boshqa buvoq bormidi? Andaq bo'lsa, Rum qo'shiniga bu xabarni yetkazib, ulardan pul indirsak qandaq? Biroq, uni qilsak, ularning zulm sitamlaridan qutulanmay qolarmizmikin? Etki qo'yriqdan bugungi o'pki a'lo degan gap bor. Bo'ladi. Undaqda ular bilan obdan bir sodilashaylik.
Meryem bu yerden derhal qaytib keting. Ammo nega qaytib ketaman? Ishni chekkan kim? İşni içinla. Ben Rum qo'shinining navkiri. Endi nega mi ketarmiz? İşni içinla. Allohning taqdiridan qochib qutulg'ili bo'lmaydi. Aysani o'qdan qo'g'disin. Bu Meryem. Nima ish bo'ldi? Derhal qochib ketsinlar. Padişahning qo'shinlari uzun o'tmay bu yerga keldi. Rahmat sizga. Hozirlik shunday qilay. Bu yerda Sina cho'lini kesib o'tib Misrga boradigan bir karvon bor. Derhal ularga yetishib olsalar, chapsan bo'lsalar. Tez bo'ling Maryam. Allohning payg'ambari qochib borgan Sinayni demsiz. Shundaqmi, navkar? Men sizlarga u yerga boradigan yo'lni ko'rsatib qo'yay. Biroq u yerga men sizlar bilan birga bora olmayman. Otlarning tuyoq ovozi anglayotdi. Tez bo'ling Maryam. Mana bu ufuqda qochgan Sina tig'i. Men endi qaytay. Rahmat sizga, navkar. Sizlarga oziq-tulikni olib keldim. Salomat bo'lsizlar. Sizdan bir narsani so'rab baqsam bo'lamdi? Albatta bo'ladi, xeni. Nima uchun menga yordam qildingiz? Sizlarning ko'tarib olganlari kishilarni Allohdan g'ayriga qul bo'lishdan qutuldirgan payg'ambar. Hech bo'lmaganda sizlarning ularning quliga tushib qolmasliklariga yordam qilishim kerak. Bütün dünya senin çoğun bulup mehr, muhabbet ve tinchlik elib kelishingga tashna ishkan qo'zab. Mazlum bechoralarga yordam qilib, ularga kuyimchanlik va kang qo'lliqning fazilatini bildirgin. Sina tig'ida kuchli bir nur chaqnayotdi. بسم الله الرحمن الرحيم. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا صدق الله العظيم. Hazreti Meryem ve onun oğlu ularning ziyonkashligidan aman qaldimi? Shundoq qizim. Allohning payg'ambari Ayso Misrda bir mezgil yashagandan keyin da'vatni jakarladi. U bu vaqtda cho'p-cho'nglar yigit bo'lib qolgan edi. Men bu Meryem onamizni bekmi yaxshi ko'rib qoldim. U haqiqatan muloyimlik, poklik va taqvodorlikning ulgisi ekan. U yana sabr toqat va Allohning taqdiriga shaksiz ishonishdagi yaxshi ulgimiz. Ati yangi qissani so'zlab beradigan o'xshamamdilar ata. Ata Alloh xolisa yeningizga tuyuqsiz qaytib kelib sizni bir xush qilib etmisam. الصالحات الصابرات الذاكرات الشاكرات هن النساء عطر الحياة هن اللواتي غرسن فينا خلقا ودينا خير الصفات أخواتكم وبناتكم زوجاتكم
تجري إلى المروى وامرأة فرعون تدعو مع الأسرى من الصفاجر تجري إلى المروى